Assalamu alaikum rahmatullohi va barakatuh. Qutman o'qish kuningizdan hurmatli No'g'atqor Jumato't kanaliga qatnashinglar. Bugungi kunga 10-noyabrdaga обедтен keyin qisqa meni sizga tanishtiramiz. Bizdan olsangiz like bosib kommentariy yozinglar. Biz birinchilik Baychun banka kelib, Baychun bankda 83 so'm 50 dollar, 84 so'm 30 euro, 136 rubl ekan. Hurmatli tuganlar, Baychun banka keldik. Hozir boshqa banklarga boramiz, shu yerga ko'chamiz. Hurmatli tuganlar, hozir biz Ekoslom banka keldik. Ekoslom bankda euro bilan dollar birde ekan, bu yerda rubl olsa 1 so'm 36 tiyin ekan. Hurmatli tuganlar, rubl ko'tariladi ekan. Assalomu alaykum hurmatli tuganlar, biz hozir Boqay banka keldik. Boqay bankda 83 so'm 50 dollar, 85 so'm euro, 1 so'm 55 tiyin rubl ekan. Hurmatli tuganlar, 1 so'm 35,5 tiyin ekan. Hurmatli tuganlar, hozir Boqay nega boramiz? Kompaniya bankamiz, kompaniya bankda ko'rishamiz. Assalomu alaykum hurmatli tuganlar, biz hozir kompaniya banka keldik. Kompaniya bankda 83 so'm 50 tiyin dollar, 84 so'm euro, 1 so'm 36 tiyin rubl ekan. Hurmatli tuganlar, bu yerda euro ko'tarilib ketdi. Hurmatli tuganlar, rubllar ko'tarilib ketdi. Hurmatli tuganlar, shuni bilan bugungi kun No'g'atqor Jumato't kanalidami? Bugungi kun 4-kundagi 2022-yildan 10-noyabrındagi ko'rsatuvni sizlarga oyoqlaymiz. Sog' salomat bo'linglar. Negativ yozinglar, kommentar yozinglar. Hurmatli tuganlar, sizdan quvonch. Ertaga juma kuni ko'rishishga tinchliginglar, omon bo'linglar. No'g'atqor Jumato't kanalidami? Sizlarning xizmatingizda like bosib kommentar yozib qo'yinglar. Hurmatli No'g'atqor Jumato't kanalining tarqaluvchilari.